Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari. Ko'pdan beri video chiqarib bilmadim. Bugungi videomizda kompyuterda qaysi ilova orqali IPTU ochsa bo'ladi, shuni ko'rib chiqamiz. Kimdadir IPTU haqida savollar bo'ladigan bo'lsa yoki shunday xizmatimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, ochtirmoqchi bo'ladigan inson bo'ladigan bo'lsa, bizga Telegramdan murojaat qilishingiz mumkin. Telegramda izlash bo'limiga Og'abek2 deb qidirsangiz, bizning Telegram kanal kelib chiqadi. Bemalol shu yerdan bizga bog'lansangiz bo'ladi. IPTU haqida qandaydir savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilishingiz mumkin yoki Telegramdan bemalol yozsangiz bo'ladi. YouTube qoidalariga ko'ra, bu yerda sizga qanday tariflarimiz bor va qancha kanal bor, qaysi kanallar bor, YouTube'da uni ko'rsata olmayman, chunki bu videoni YouTube bloklab qo'yadi. Shuning uchun siz bemalol menga telefon qilib yoki Telegramda kanalimizga ulangan holda bemalol hamma tariflarni ko'rishingiz, tanishib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Bemalol shu yerdan menga yozishingiz ham mumkin bo'ladi. Demak, videoni boshladik. Kompyuterimizdan Chrome'ga kiramiz va Media Player degan ilovani yuklab olamiz. Nima deb izlashni ekranda yozib qoldiraman. İzlagan paytimiz mana shunday oyna ochiladi. Bu yerdan shu birinchi ofitsialniy saytiga kiramiz va mana shu yerdan download deganga bossak, o'zimizning kompyuterimizga mos versiyasini yuklab oladi. Yuklab bo'lgach, faylning ustidan bosasiz va kompyuteringizga o'rnatib olasiz. O'rnatib olganingizdan keyin kompyuter oynasida mana shunday ilova ko'rinishda chiqadi. Siz faqat bu ilovada IPTU emas, kompyuteringizda saqlab qo'ygan musiqalarni ham eshitishingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari kompyuteringizda turgan videolarni ham tashlab bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Qulayliklari ko'p, tavsiya qilaman, yuklab oling. Hozir musiqani tashlab eshitib ko'ramiz. Mana shu yerga bosasiz va plus, ya'ni Tabavit deganga kiramiz. Musiqalarni mana shunday qilib tashlab olasiz. Bemalol keyin kompyuteringizdagi musiqalarni eshitishingiz mumkin. Hozir men ovozini chiqarmayman, chunki bu musiqaga YouTube atriski beradi va videoni bloklab qo'yadi. Xohlasangiz shunaqa qilib musiqalaringizni ham eshitishingiz mumkin. Videolaringiz bo'ladigan bo'lsa, videolarni ham ko'rsangiz bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ying. Biz chiqargan videolarni eng birinchilardan bo'lib ko'rasiz. Demak, ilovaga kiramiz va kirgan paytingiz media degan joyga bosasiz. Pastroqqa tushsangiz, mana shu yerda Открыть URL deb yozib qo'yibdi. Shunga bosgan paytingiz mana shu bo'lim ochiladi. Bu yerda o'zingizning playlistingizni kiritasiz. Qanday playlist kirishlarni pastida mana yozib qo'yibdi. Shunday playlist kiritsangiz bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, kiritgandan so'ng pastga tushamiz. Shu men bosganni bosasiz. Bu yerdan ham shuni bosamiz va shuni bosganingizda o'zingiz kiritgan playlist orqali kanallaringiz kelib chiqadi. Bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Men bu yerda playlist kiritib yoki kanallarni qo'yib ko'rsata olmayman, chunki boya aytdim, YouTube qoidalariga ko'ra bunday videolarni bloklab qo'yadi. Shuning uchun o'zingizning playlistingizni kiritasiz va bemalol kanallarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Qandaydir savollar bo'ladigan bo'lsa yoki shu bo'yicha xizmatimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, biz bilan bemalol bog'lansangiz bo'ladi. Sizga o'zingizga playlist yaratib beramiz. Bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Siz o'zingizning playlistingizni kiritib, kompyuterdan mana shu ilovani yuklab olgan holda bemalol kanallarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bizning videolarimizni ko'radigan bo'lsangiz, televizorlarda qanday ochish
va original Samsung, LG televizorlarda qanday qilib ochish, qaysi ilovalarda ochish hammasini video tarzida chiqarib qo'yganmiz. Bemalol videolarni ko'rib, o'rganib, ochib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Kimga playlist kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin yoki o'zingizning olib yurgan dilleringiz bo'ladigan bo'lsa, shu orqali olib, mana shunday ilovalarga kiritib, bemalol kanallarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi.